bor birinchi sabab YouTube'ga kirgan paytingizda mana shu holatni ko'ryapmiz, bu yoqda QR kod va YouTube ishlamayapti deyishyapti. Bu yerda birinchi eng oson yo'li pastga tushamiz. Mana Vaytika Ghost qilamiz, bo'ldi kirasizlar, mana ishlayveradi, cho'tki bo'ladi mana. Qaranglar, bizda sizlarga agar bitta YouTube ile ishlamaydigan bo'lsa, uni o'rniga 10 ta undan yaxshi programmani qanaqa qilib yozish kerak yo'lini ko'rsatib qo'yamiz. Sizlar ungacha bu videoga bitta like bosib, tanish bilishlarga videoni yoyib qo'yasizlar. Mana shunga o'xshagan televizorda menyu bo'ladigan bo'lsa, bu neofitsialniy Android deyiladi. Farqi yo'q qattiqligini. Xitoymi, Mesnimi marketi bor o'zini. App Store degan. Poisk yozamiz, poiskda media deb yozadigan bo'lsa, har doimgidek mana biz ishlatadigan MediaStation X ilovasi chiqadi. Buni biz sketchat qilib olishimiz kerak bo'ladi. MediaStationni tortib olganimizdan keyin mana ko'ramiz, shunaqa menyu ochiladi. Bitta tepani knopkasini bir marta bosamiz. Ko'ryapsizlar, eng pastga tushdi Settings, bunga kiramiz. O'ng tomonga o'tamiz. Start parametriga kiramiz. Settings bosamiz. Qaranglar, botga xuddi shunaqa yozamiz mana. Birga bir qilib yozib olganimizdan keyin pastga tushib, tichga qo'yib olamiz. Yes qilamiz. Bitta YouTube ishlamay qolgan joyda mana ko'ryapsizlar, biz sizlarga 20 tadan oshiq programmani qanaqa uстановка qilish kerakligini o'rgatib qo'ydim. Mana ko'ryapsizlar, YouTube bundan tashqari ko'ryapsizlar, mana shu yerga kirasizlar, xohlaganinglarni ko'rishingiz mumkin.